Biliyorum ha. Dada o'qishga ketyapman, pul bering. Bo'ldi qizim. Ishlatov. Rahmat, yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman qizim. Dada menga 5 ming pul berib turing. Sevgan qizimga podarka beraman. Ya, oy bobok, sevgan qizingga 8-marta sovg'a berguncha mo'no berma uni. Yangi shanba belim og'riyapti. Olib beran uni. Dada mana olib berdim, endi berasizmi? Hayvon, qara, uyimizni teskari qilib ontarsadan 500 ming pul chiqmaydi. Olib bermasangiz bo'lmaydi, u men uylanadigan qizim. Qanaqa qizing bo'lsa ham yashaydi, bu bilan burib o'ldirib qo'yaman. Men boru onangga bezrasxot uylangan bolaman. Meni dadam ham bezrasxot uylangan. Bizni bobolarimiz ham, qara, bizni zotimizda rasxot qilish harom. Sen kimga tortiylik, hayvon? Sen sevgan qizingga sovg'a berguncha boru, ayini oyog'iga paypog'i ber. Tovon yirtilyapti. Ber onangni emgir. Dada, sevgan qizim uchun jonim fido. Burib joningizni uzib qo'yaman onangni emgir bolasi. Dada, Olimjon akam molni qaytarib sotgan olib ketyapti. Molni sotyapti? Olib, o'ldiraman onangni emgir. Qoch. Ko'zing yumganda jonim. Pulingni ber. 8-mart bayramlaring bilan jonim. Mana shu sovg'a senga. Ochaveraymi? Qorami. Yo'q, jonim ochmay tur. O'zingni olib kel. Dada, osuntirib beraman. Onangni emgir, molni pulini joyiga qo'yib qo'y, hayvon zarar ko'randa nima qilyapsan? Hayotda o'rnini yo'qotgan jana kunjit. Endi sotib molingni navensiga o'zingni baylayman. Mana o'zingni baylayman. Ko'zim ochaveraymi? Qizimni o'lgur, molimni puliga o'zing taqadigan bo'lgan ochmay tur. O'zingni men olib kel. Endi ochaver. Taka qo'l tuz. Men tushunmadim hozir.